Ayni kunlarda Buxoro viloyatida media haftalik qizg'in davom etmoqda. Treninglar davomida ishtirokchilar axborotni to'g'ri saralash, xolis tahlil qilish hamda uni auditoriyaga tushunarli tarzda yetkazish usullarini o'rganishmoqda. Shuningdek, dastur doirasida bugungi kunning muhim yo'nalishlaridan biri raqamli jurnalistika va ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratish masalalari ham muhokama qilinyapti. 5 ta asosiy yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan mashg'ulotlarda sun'iy intellekt, fact-checking, raqamli etika va ma'lumotlarni vizuallashtirish bo'yicha chuqur bilimlar berilib, zamonaviy medianing nazariy va amaliy asoslari uyg'unlashtirilmoqda. Media haftalik tadbiri davomida jurnalistika, SMM, media xavfsizlik, sun'iy intellekt va zamonaviy kontent yaratish mavzulari bo'yicha treninglar bo'lib o'tdi. Mutaxassislar tomonidan intervyu olish, reportaj tayyorlash, montaj, fact checking va ayniqsa AI texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha darslar bo'lib o'tdi. Media haftalik bizga nafaqat bilim, balki amaliy tajriba ham berdi. Televideniya vakillari uchun reportajlarni kreativ formatda tayyorlash, zamonaviy video kameralarda sifatli ishlash va montaj usullari bo'yicha amaliy darslar tashkil etilayotgan bo'lsa, axborot xizmati xodimlari strategik kommunikatsiya, krizis holatlaridagi harakatlar bo'yicha bilimlarini oshirdi. Axborot xizmatlari bugungi kunda tezkor va aniq axborot yetkazish, ijtimoiy fikrni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Shu jihatdan ushbu o'quv seminar jarayonlarida biz nazariy bilimlar olish bilan bir qatorda amaliyotda ham o'z bilimlarimizni sinovdan o'tkazyapmiz. Eng ko'p qiziqish bildirilgan SMM va mobilografiya bo'yicha esa ko'plab yoshlarning bilim va tajribasi oshirilmoqda. Media haftalik Buxoroda axborot bilan ishlash madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish, media sohasida raqobatbardosh va zamonga mos kontent yaratuvchilar avlodini shakllantirishga xizmat qiladi.